Assalomu alaykum. Bu Mustaqil Ish Jumaboyev Bobur tomonidan tayyorlandi. Mavzu amaliy mashg'ulotlar materiallarini mavzu bo'yicha adabiyotlar va uslubiy ko'rsatmalardan foydalanib o'zlashtirish reja 1,10 dan 0. Mashg'ulot materiallarini adabiyotlar bilan ta'minlash va tahlil qilish ikki uslubiy ko'rsatmalar asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish 3,10 dan 0. Natijalarni baholash va takomillashtirish uchun metodik yondashuvlar, mashg'ulot materiallarini ta'minlash, amaliy mashg'ulotlar uchun zarur materiallar ro'yxati aniq va to'liq bo'lishi kerak. Bu adabiyotlar, uslubiy ko'rsatmalar va o'qituvchilar bilan talabalar uchun manbalarni o'z ichiga oladi. To'g'ri manbalar va materiallar ta'minoti mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi. Materiallarni tahlil qilish usullari tahlil qilishning asosiy usullari statistik, kontent va muhokama usullarini o'z ichiga oladi. Har bir usul ma'lumotlarni turli nuqtai nazardan baholashga imkon beradi. Adabiyotlar asosida tahlil jarayoni yozilgan asarlarni o'rganishni, muhim fikrlarni ajratishni va ularni taqqoslashni o'z ichiga oladi. Olingan natijalarni baholash va muhokama qilish tahlil jarayonining muhim qismidir. Amaliy mashg'ulotlar uchun resurslar o'qitish jarayonida foydalaniladigan resurslar darsliklar, metodik qo'llanmalar va onlayn platformalar. Bu resurslar talabalarga mavzuni chuqurroq o'zlashtirishda yordam beradi. Mavzu bo'yicha qo'shimcha manbalar, ilmiy maqolalar, kitoblar va videolar o'qituvchilar uchun tavsiyalar resurslaridan samarali foydalanish va interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quv jarayonini qiziqarli qilish. Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish, amaliy mashg'ulotlar maqsad va ahamiyatini tushuntirish, talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Uslubiy ko'rsatmalar tarifi va roli. U ko'rsatmalar yordamida mashg'ulotlar samarali va maqsadga muvofiq tashkil etiladi. Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish jarayoni bosqichma-bosqich ko'rsatiladi. Rejalashtirish, tayyorgarlik va bajarish muhim qadamlar hisoblanadi. O'zlashtirish uchun zarur shartlar motivatsiya, faol ishtirok va doimiy nazorat. Bu shartlar talabalarning muvaffaqiyatli o'zlashtirishini ta'minlaydi. Uslubiy ko'rsatmalarni foydalanish. Uslubiy ko'rsatmalar pedagogik yondashuvlarni tanlashda asosiy mezonlarni belgilaydi. Amaliy mashg'ulotlar uchun mos uslublar va tavsiyalarni aniqlashda yordam beradi. O'qituvchilarga aniq va amaliy tavsiyalar berib, o'quv jarayonida faol ishtirok va yaxshi natijalarga erishishga ko'maklashadi. Amaliy mashg'ulotlar natijalarini baholashda testlar, ishlar va muhokamalar kabi usullardan foydalaniladi. O'zlashtirish darajasini aniqlash uchun natijalar tahlil qilinadi. Takomillashtirish uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi. Olingan tajribalar o'qitish jarayonini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Natijalarni baholash yondashuvlari. Baholash natijalari ta'lim jarayonining muhim qismidir. Sifat va miqdoriy metodlar yordamida baholash amalga oshiriladi. Ularning har biri o'ziga xos maqsad va imkoniyatlarga ega. Moslashuvchan baholash usullari, masalan, loyiha va portfel o'zgaruvchan sharoitlarda muhim ahamiyatga ega. Ushbu natijalar ta'lim sifatini oshirish uchun keng qo'llaniladi. Takomillashtirish strategiyalari. Takomillashtirish jarayonining bosqichlari: muammo aniqlash, maqsad belgilash, reja tuzish va amalga oshirish. O'zgarishlarni amalga oshirish uchun motivatsiya, resurslar, jamoat ishlash va nazorat mexanizmlari kabi strategiyalar qo'llaniladi. Jamoaviy ish takomillashtirishda muhim fikr almashish, muammo hal qilish va qaror qabul qilish. Natijalarni kuzatish va baholash uchun ko'rsatkichlar, o'lchovlar, tahlil va kelajak uchun takomillashtirishlar amalga oshiriladi. Metodik yondashuvlar tahlili. Metodik yondashuvlar amaliy mashg'ulotlarda ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun qo'llanadigan usullar va strategiyalar to'plami. Ular ta'lim jarayonini samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Yondashuvlarning samaradorligini baholash uchun ularning muvaffaqiyat darajasi, amaliyotga qo'llanishi va talabalarning fikr mulohazalari tahlil qilinadi. Kelajakda yangi metodlarni tadqiq qilish va joriy qilish uchun asos bo'ladi. Xulosa: amaliy mashg'ulotlarning muvaffaqiyat uchun adabiyotlar va uslubiy ko'rsatmalar muhim. Ularni tanlash mezonlari va tashkil etish bosqichlari aniqlik bilan belgilangan. Materiallarni tahlil qilish va
resurslardan foydalanish natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Baholash va takomillashtirish strategiyalari orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Kelajakda metodik yondashuvlar rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Foydalanilgan adabiyotlar